Oliy janoblari Toshkent tumanida Ko'kteri generalda joylashgan Halim ko'p mahallamizda 35 metr fasatimiz bo'lyapti, ichkarisiga 25 metr bo'lyapti. Общий yer maydonimiz 12 sotuvdan iborat bo'lyapti. Butun dunyo esingi bo'yicha bunaqa arzon yer yo'q. Eng arzonini o'zim topaman, o'zim qo'yib boraman har doim. Kuzatishda davom etinglar, like bosib, podpiska bo'lib turinglar, ichkarilari bilan tanishtirib beraman. Janob oliylari, yer maydonimizni tanishtirib boramiz. Yer maydonimizni ko'ryapsizlar, katta kenglikda. Mana bu yerda ozgina qurilishlari bor ekan o'zlarini. Mana yer maydonimiz juda katta kenglikda. Xohlagan narsalarni yaratib olishingiz mumkin. Mana bu yerimizning orqa taraf ko'rinishi, mana bog'lari. Ko'ryapsizlar. Bu umumiy yer maydonimizni promoy egalari bilan lo'pma-lo'p qilib qo'yaman. Xohlagancha savdolarni qilib, mana shu yerni egalariga aylanib olinglar. Men juda ham xursand bo'laman. Borku, srochniga sotilayotgani uchun 8200 dollardan gaplashdim. Yana kelib tepasida savdo qilsanglar, shu inson bilan bemalol yana sizlar ham o'zingizga mos narxi qo'yib ola olasizlar. Bu mahallamizga keladigan bo'lsa, suv, svet, gaz, hamma kommunikatsiyalarimiz bor. Bemalol kelib o'zingizga xarid qilishingizni so'rayman. 8200 dollardan eng zo'r narxda gaplashib qo'yganman botlarni.